Ukalar, bu videoni bir ko'rlarda. Mana shu tepadagi dadam qo'ygan videoni menimcha hamma ko'rdi. Bu video bir qizning taqdiri, ya'ni o'zim haqimdaligi uchun men bu videoda qizim meni urdi degan gapini yolg'onligini bilish uchun dadamga telefon qilib, "Dada, nima uchun bunaqa yolg'on gap qo'yasiz?" deganimda, dadamning javobi xuddi shunaqa bo'ldi. Qarang singlim. Sizni men hech kuzatmasdim. Shu video chiqqandan keyin kuzatyapman. Xo'p, shu otangiz ekan. Qo'ygan videosi ko'rdim. Nima bo'lganda ham aytishadi-yu. Agar otam to'ng'iz bo'lganda baylab boqardim deydi. Faqat maqol bor qilish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar otangiz u. Ishoning bir qarg'ishi bilan bori ishoning 1-2 bo'lmay qoladi. Bu qaytar dunyo, kimi xor qilgan bo'lsang, sen ham shunday xor bo'larsan deyshadi. Otangizni bunaqa qilib past ko'rmang. Omadingizni bersin, singillaringizni oyoqqa turg'izmoqchi ekansiz, oilangizni bekami ko'z boqmoqchi ekansiz, lekin ota degan narsa bor. O'sha inson orqali, ya'niki o'sha inson sababchi siz bu dunyoga kelgansiz. Xato qilmang. Otangizdan uzr so'rab, otangizni ham qaytib olib kelsangiz yaxshi bo'ladi. Baribir nima bo'lganda ham ota. Bee'tibor bo'lmang. Akalar, ukalar, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Sog' bo'ling.